Ramazon yordamlashish, mehr-muruvvat, ahillik va shukronalik oyi. Bu oyning har bir kuni g'animat. O'zbekiston Vaqf xayriya jamoat fondi tomonidan tashkil etilgan iftorlik dasturxoniga shahardagi mahallalarda istiqomat qilayotgan imkoniyati cheklangan va nogironligi bor fuqarolar, kam ta'minlangan oila vakillari hamda viloyat nogironligi bo'lgan shaxslar reabilitatsiya qilish va protezlash markazi davolanuvchilari taklif etildi. Unda so'z olganlar Ramazon oyining fazilati, o'zaro hurmat va hamjihatlik qadriyatlari haqida ma'lumot berishdi. Prezident tashabbusi bilan joylarda aholini qo'llab-quvvatlash, ayniqsa imkoniyati cheklangan, nogironligi bor, kam ta'minlangan, ehtiyojmand oilalarga e'tibor qaratish ustuvor vazifa sifatida qaralayotgani qayd etildi. Mana shunday tinchlik, omonlik kunlarimizda ulug' moh sharif Ramazon oyini fazilatli kunlarida yurtimizda ko'pgina xayriya tadbirlarini guvohi bo'lib turibmiz. Xususan muhtaram yurtboshimizni Ramazon mehr-muruvvat, ahillik va shukronalik oyi g'oyasini ilgari surib, Ramazonni avvalidan yurtimizdagi ko'plab kam ta'minlangan, ehtiyojmand, boquvchisini yo'qotgan oilalar bo'lsin, nogironligi bor oilalar bo'lsin, mana shularga ko'plab moddiy yordamlar ko'rsatayotganliklari, xususan mana shunday kambag'al xonadonlarda iftorliklar tashkil etilganligi, bizni Navoiy viloyatimizda ham 644 ta xonadonda iftorliklar tashkil etilgan va bugungi kungacha davom etib kelyapti. Bunda albatta imomlarimiz, noib imomlar, otinoylarimiz faol ishtirok etib kelyaptilar. Xususan mana shu yurtboshimizni boshlab bergan katta xayriya tadbirlari O'zbekiston musulmonlari idorasi qoshidagi Vaqf xayriya jamoat fondi tomonidan ham tashkil etib kelinyapti. Ular ko'p xonadonlarga oziq-ovqatlar tarqatilyapti, ehsonlar berilyapti. Vaqf xayriya jamoat fondi tomonidan 200 nafar ehtiyojmand, boquvchisini yo'qotgan oilalar va xususan nogironligi bo'lgan xonadon ahillari, nogironligi bo'lgan bemorlar kelib ularga iftorlik tashkil etilyapti. Mana shu iftorlikda bular hammalari demak yurtboshimizni ularga qaratgan katta e'tiborlarini guvohi bo'lib, hammalarini qalblarida katta bir shukronalik hissini ko'rib guvohi bo'lib turibmiz. Yana inshaalloh mana shu O'zbekiston musulmonlari idorasi qoshidagi Vaqf xayriya jamoat fondi tomonidan bu iftorliklar bardavom bo'lib keladi inshaalloh hayitgacha. Ramazon birdamlik va saxovat oyi. Saxovatpesha har bir inson ro'zadorlarga iftorlik uchun dasturxon yozmoq ajridan umidvorlik hissi bilan yashaydi. Yil davomida erisha olmagan savobga ana shu bir oy ichida sazovor bo'lishi mumkin. Hozir reabilitatsiya markazida davolanyapman. Ikkinchi guruh nogironiman. Mana bugun shunday bir ulug' oyda, Ramazon oyida iftorga bizni taklif qilgan ekan, o'z birga davolanayotganlar bilan keldik. Tinchlik bo'lsin, sog'lik bo'lsin. Bir odamni ko'nglini olish bu juda ham katta bir yaxshilik. Mehr-muruvvat, ahillik va shukronalik oyida ro'zadorning rizqi ortadi. Dasturxoni fayz va barakaga to'ladi. Iftorlik dasturxoni viloyatimizda Ramazon oyini munosib o'tkazishdagi ezgu qadriyatlarning amaliy ifodasi bo'ldi.